Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 2025-yil 1-dekabr kuni navbatdagi bemorimiz Sog'lom turmush klinikasiga epilepsiya shikoyati bilan bizga murojaat qilgan. Hozirda ularning natijasi bilan, bizda olgan natijasi bilan bafurcha bemorning dadasi bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shu o'g'limni epilepsiya kasalligi bo'yicha nima tashxis qo'yishuvdi. Xudoga ming qatla shukr, mana doktor Jalilovning oldilariga kelib, mana shifo topdik. Hamma shifokorlarga hammasiga kattadan katta rahmat. Mana o'g'lim Xudoga shukr, hammasi nima sudurgalari ham, nima kasalliklari ham umuman yo'q 100%. Mana hozir hamma tabiiy nima dorilarni ichyapti. Pankreatit, immunoraid, mana Allohga ming qatla shukr, hozir o'g'lim 100% desam ham bo'laveradi. 100%. Mana qo'zilarning oldida kasalliklari o'tib ketdi, Xudoga shukr. Bizga murojaat qilganlarcha qayerlarga uchragansizlar va qanday shikoyatlar bo'lgan va qachon boshlangan? Sizga murojaat qilmasimizdan oldin mana biz o'zimizni shu Xorazm tarafda vrachlarga ko'rsatdik. Keyin nima foydasi bo'lmagandan keyin mana keyin poytaxt Toshkentgacha ham olib keldik. Unda ham nimasi bo'lmadi foydasi. Shu Rossiyada ishlab yurgan paytimda shu internet orqali shu bog'lanib sizlar bilan internet orqali shu yerga keldik. Mana hozir hammasi Xudoga shukr. A'lo, zo'r. Xo'p, doktor Jalilovni bilasiz, 100% tabiiy nutrientlari bor va bulardan qay birlarini iste'mol qildinglar, ya'ni foydalandinglar? Pankreatit, immunoraid, yana bir qancha dorilarni nima qildik, iste'mol qildi mana o'g'lim. Xo'p, hozir mana yaxshi. Ushbu tabiiy nutrientni iste'mol qilgandan keyin qanday o'zgarish ko'rdingiz? O'zgarish Uyqusida, hazm bo'lishida, ya'ni birinchi marta kelishimizdan keyin ikkinchi marta kelishimizgacha o'zgarish sezila boshlandi bizda. Sudurgalari ham, nimasi ham, injiqliklari ham hammasi asta-sekin nima bilan hozir mana 3-mi, menimcha 4-marta kelishimiz o'xshaydi. Pankreatit, o'sha immunoraidlardan qanday foyda yoki o'zgarish sezdingiz bolangizda? Pankreatit, immunoraid birinchidan bolani shu mana hozir qish fasli yaqinlashib keldi. Hozir qish faslida mana bolalar ayniqsa gripp, shamollash, mana boshqa sudurga nimalar bilan kasal bo'lishyapti. Lekin mana shu o'g'limda shu kasalliklar bo'lmadi. Shu dorilarni iste'mol qilyapti mana hammasini. Lekin umuman shu shamollash, gripp, masalan, boshqa nima kasalliklar bo'lmadi. O'g'limda. Rahmat, Alloh o'zi shifo bersin. Bizdan shunchalik natijalar olganingizdan biz ham xursandmiz. Alloh o'zi shifo bersin, sog' salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga ham kattakon. Xalqning duosini olib mana nima qilyapsizlar, ishlayapsizlar. Iloyim, shu qolgan nimalar ham kasallarning hammasiga ham shifo bersin Allohning o'zi. Hammangizga tavsiya qilaman mana shu doktor Jalilovni. Rahmat. Sog' salomat bo'ling.